Assalomu alaykum. Zubur 4x4 mini traktorimiz sotildi. 50 qalaga, Qoraqalpoq 50 qalaga sotildi. Ortib beryapmiz, xudo xolasa ortib berdik. Xo'p, motori 11-25 motor bo'ladi, 28 ot kuchiga ega. Balon razmerlariga keladigan bo'lsak, oldingi balonlari 6,5 ga 16, orqa balonlar 9,5 ga 24 balon. Kichik balondan emas, katta shiroki balondan bilan jihozlangan. Xo'p, buni yangicha dizaynda qilib olib kelganmiz. Yangicha partiya bu radiatorlik bo'lgan pompalar bor, motor qizib ketmasligi uchun ventilyatorlar bilan ham jihozlangan. Oldilari perdoklari katta perdokdan, kichik perdokdan emas, katta perdokdan plus rullari gidravlika, silindrlik bo'ladi. Vozdux filtrlar, massivniy vozdux filtr, mana pompasi, suv aylantirib beradigan pompalar bilan jihozlangan. Обычный radiatorlik emas bu. Pompalar bilan jihozlangan. Xo'p, orqalarida 4 ta gidravixtlari bor. Bemalol o'ziga yarasha aylanma plug, pritsep bilan ulab turib ag'daradigan qilsangiz bo'ladi. 4 ta gidravixtlari bor. Plus 30 lik frezalari bor. Komplektida 2 korpus plug frezasi bor. Buni narxi $4,600. Toshkentdagi skladimizdagi narx $4,600. Qoraqalpoq 4 yo'ldagi sklatimizda $4,700. Sababi yo'l kira bo'ladi bu Qoraqalpoq 4 yo'lda. Shuning uchun $100 farq qiladi. Sklatimiz Toshkentda, Sobirahim, Do'mbrobodda, telefon nomerlarimiz 94 lik 140 0808, 97 lik 782 0755. Xorazm, Qoraqalpoq uchun 94 lik 716 66 66, 88 lik 980 38 38. 2 korpus pluglari bilan qilib berganmiz. Shu narx ichida 2 korpus pluglari bor. 2 korpus plugi.